Informatika va axborot texnologiyalari fani bo'yicha asosiy fan olimpiadaning 3-bosqichi 9-sinf. Xonani taqsimlash A masalasini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Umid va Rustam yaqinda Toshkent markazidagi yangi xonadonga ko'chib o'tgan aka-ukalardir. Biroq xonadon juda kichik bo'lib chiqdi. U yerda faqat NXN metr o'lchamdagi bitta xona bor. Endi birodarlar bu xonani ikkita bo'sh bo'lmagan teng qismlarga bo'lib olishlari kerak. Ammo muammo bor. Aka-ukalardan har biri xonaning o'z qismining maydoni juft bo'lishini istaydi. Shuni demak, sizning vazifangiz xonani ikkala aka-uka shartlarini qanoatlantiradigan tarzda bo'lish mumkinligini aniqlashdir. Kiruvchi ma'lumotlar: birinchi qatorda bitta butun son n sonimiz berilar ekan. Xo'p, u birdan katta bo'lishi kafolatlangan ekan va 10 dan kichik bo'lar ekan. Xo'p, chiquvchi ma'lumotlar: agar xonani ikkita teng juft bo'laklarga bo'lishning iloji bo'lsa yes deb, aks holda no deb chiqaring debdi. Xo'p, endi kiruvchi qiymatlarimiz mana bizga testlar ko'rsatilgan. Testimizga ko'ra masalan 4 kiritilsa yes, 5 kiritilsa no. Bu yerdan ko'rinib turibdiki, biza shunchaki sonni juftliqlikka tekshirib turib, bemalol yes no ni chiqara olsak bo'ldi ekan. Xo'p, endi uni kodini ko'rib chiqamiz. Bizda turli xil yechimlar mavjud. Masalan, mana bunaqa yechim yozgan ekanmiz. Mayli, bularni hozir no'dan tushuntirib beraman sizga. Keling, narigi tomonda VS Code'da kattaroq qilib yozib ko'rsataman sizga dastlab. Xo'p. Dastlab mana buni o'chirib qo'yamiz. Bo'ldi. Xo'p. Demak, bizga n soni kiritilar ekan. N sonini olamiz. Int input. Albatta, n sonimiz bo'ladi. Va birinchi ko'pchilikning xayoliga keladigan narsa if n qoldili bo'lingan 2 teng bo'lsa 0 ga, unda print qilamiz yes ni deydi. Aks holda print qilamiz no ni deydi. Va bu kodni mana bunaqa qilib qo'yishlar ham mumkin. Qatorni qisqaroq qilaman deganlar bo'lsa, mana shuni yozish ham mumkin. Va keyin yana bitta variantimiz bor. Bu oson masala bo'lgani uchun bir nechta xil yechimlarni ko'rsatib ketmoqchiman vaqtni cho'zish uchun. Xo'p, yes deymiz if and int input, demak qoldili bo'linganda 2 ga teng bo'lsa 0 ga. Aks holatda no. Mana shunaqa qilib bir qatorli qilib yozishingiz mumkin. Keyin yana bitta variant bor. Mana buni nima deb yozardi? Demak, qoldig'imiz, qarang, qoldiqqa to'g'rilaymizda kesim qilib olamiz mana bu narsani hozir. Buni o'chiramizda, bunday qilib yozamiz, qarang. Print deyman. Xo'p, mana bu yerda qandaydir string bor. Shundan kesim qilish orqali aniqlashga urinib ko'ramiz. Int input bo'ldi va mana bunda ikkita nuqta qo'yamiz, oxirigacha degan ma'noni bildirib va ikkita qadam qo'yib qo'yamiz. Qarang, bundan maqsad nima? Hozir mana buni qoldig'ini ham olamiz, albatta. Qoldi bo'lgan 2. Qarang. Xo'sh, masalan mana bu yerda 4 son keldi. 4 son kelsa, qoldi bo'lgan 2 bo'ladi, 0 bo'ladi, to'g'rimi? 0 bo'lganda, demak, mana bu yerda y turadi. Y dan boshla degani. Xo'p, keyin ni qo'yaman. Xo'p, keyin yes bo'lishi uchun e ni qo'yamiz va mana bu yerga o ni qo'ydim. Mana bu yerga s ni qo'ydim. Endi bu nima bo'ladi? Endi bu yerda masalan mana bu yerda 0 bo'lsa, qoldig'imiz 0 chiqsa, oxirigacha ikkita qadam bilan degan narsa ketadi va y ni oladi, e ni oladi, s ni oladi. Shunaqa. Agar mana bu yerda qoldiq 1 chiqadigan bo'lsa, unda n bilan o ni oladi. Tamom. Mana shunaqa qilib kodni qisqartirsangiz ham bo'ladi bu masalada. O'tgan yili bolalar tavsiya qilishganda mana shunaqa qilib yozsangiz ham bo'lar ekan deb. Mana yuboradigan bo'lsak, hop, pay uchun 10 tanlangan ekan. Yuborish. Mana bu javobimiz o'tadi. Qisqasi bu masalada siz o'sha xonani juft bo'lishi, ya'ni bo'lganda juft bo'lishini tekshirmoqchi bo'lsangiz, u faqat 2 ga bo'linganda juft chiqadigan sonlar. Ya'ni sonni o'zi juft bo'lishi kerak bo'ladi. Bu ikkisiga juft qilib taqsimlab berishimiz uchun kiritilgan sonni o'zi juft bo'lishi yetarli. Mana shunaqa. Bu masalamiz tugadi shu bilan. Keyingi tahlillarda ko'rishguncha.